Ya'niki Alloh hayotlarini saqlab qolgan. Qarang. Bu isbot talab qilmas haqiqat. Ehsonning mukofoti faqatgina ehsondir azizlar. Bir kimgadir yaxshilik qilish borasida xuddiki bizga kerak emas, ularga kerakdek munosabat qilamiz. Aslida u yaxshilik ulardan da bizga kerak. Bitta qilinayotgan ehsonni ortidan kelayotgan yaxshiliklarni qarang. Alloh taolo shu qadar bizni yaxshi ko'radi. Shu qadar yaxshi ko'radi. Bandam, men berganimdan, siz o'zingiz bir narsa yaratib cho'nchingiz pul solib qo'yganingiz, Alloh berdi uni sizga. Men berganimdan ortig'ini, oshiqchasini, o'zingni nafsingdan ortganini yoningdagi qiynalganlarga ber. Men ziyodasi bilan seni mukofotlayman deb turibdi. Tushunyapsizmi? Biz chiroyli sodda til bilan aytdik, lekin buni agarki mazasini siz totib, tushunib olsangiz, ehsondan to'xtamaysiz. Yaxshilikdan to'xtamaysiz. Chunki bu hayot g'animat, mana bu ko'rib turganlaringiz hammasi tugaydigan, yo'q bo'ladigan kun bor. Hammamiz Robbimiz oldiga borgan kunimiz, yuzimizni yorug' qiladigan, Robbimizni oldida darajatlarimizni ko'taradigan, o'sha jannatlarga kirishimizga sabab bo'ladigan amallardan biri yetimlarning boshini silashlik, miskinlarga taom ulashishlik, kasallarni davolashlik, qarzdorlarga yordam berishlik, kasalxona, maktablar qurish, yo'llarni ta'mirlash. Bizni qilayotgan ishlarimizni hammasida faqatgina mana shu niyat yotadi. Mana shu xolis niyat yotadi azizlar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Aziz obunachilar, xabarlarimiz bor. 10-qismida yo'ldosh otamni glaznoy doktora olib borib, doktorning yoniga borib, informatsiya oldik, analizlarni ko'rsatdik, vaziyatni ko'rsatdik, otamni ko'zi ko'radimi, yo'qmi, hammasini ko'rsatdik. Keyin doktorimiz, glaznoy doktorimiz bir-ikki dorilarni yozib berdi. Shu dorilarni olib, hatto davomida shu licheniyasini olib, keyin xabarlashib kelinglar. Keyin ko'zingizni operatsiya tayyorlaymiz deydilar. Aziz obunachilar, bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Oqshom 11-chisloda 11-mart kuni kartamizga pul tashadilar. Shuni bir-ikki minut aytib o'tsam, 11-chisloda 101 ming so'm bir obunachimiz tashabdi. Shu kuni 11-chislo 11:40larda yana bir obunachimiz 50 ming so'm tashagan. Aziz obunachilar, qo'llab-quvvatlab, xayriya qilib o'tirgan obunachilarimizga biringiz mingni bersin. Aziz obunachilar, hammangizga rahmat. Undan oldin ham tashalgan 6-mart kuni, 2-mart kuni, 1-mart kunlari tashalgan. Shu pullarni yig'lab, hozir Dalnemomet dorisini 160 ming so'm ishlatdik. Endi xudo xolasa shu dorilarni olib bo'lgandan keyin, licheniyasini olib bo'lgandan keyin glaznoy doktora olib boramiz. Glaznoy doktorimiz operatsiya uchun necha so'm aytajagini hozir bilamiz. Yana yo'ldosh otani qo'shnilari bor ekan, oldin ko'chib ketgan qo'shnilari bor ekan. Odi Demir, uni oyapalari bor ekan. Oyapalari bilan birgalikda 35 ming so'm 35 ming tanga tashatdilar. Hozir u qo'shnilari Dalnemomet Qozog'istonda ekan. Xayriya qilib o'tirgan obunachilarimiz, donish-bilishlarimiz biringiz mingni bersin, qo'llab-quvvatlab, Ramazon oyida qo'llab-quvvatlab o'tirganingiz uchun katta rahmat aziz obunachilar. Hozir yo'ldosh otamning xabarini olmoqqa keldik. Licheniyalarni olib boshlabmi, dorilarni, licheniyalarni olib boshlabmi, shuni bir qator so'zlashib, gaplashib ketmaya keldik do'stlar. Shiftingiz siz haqingizda nima deydi? Shiftingiz eskirgan bo'lsa, u siz haqingizda yomon taassurot uyg'otishi mumkin. Sezar Natejnoy patolog uyingizga nafislik bag'ishlaydi. Juda tez, juda aniq. Endilikda shiftingiz siz haqingizdan sizning didingiz haqida gapiradi. Endi sizga mehmonlar havas bilan qaraydi. Ha, aytgancha 1-martdan 31-martga qadar 50% gacha chegirmali aksiya e'lon qiladi. To'liq ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sezar Natejnoy patolog uyingiz uchun ideal yechim. Rahmat, yaxshi Sakkamiz yaxshi yuribsizmi? Bizga bu hozir qolgani ko'tarilib qoldimi? Qo'llar ichga chiqib o'tirganim. Havom yaxshi. Yaxshimiz Sahir? Havo qo'llar salqitlar yani istoriyaga. Hang buni davlina chiqar. Sizga borib qoldi deb turibdi. Voy. O'zi 180 euro dedi. Otam xabarini oldik deb, dorilar ishlatgan deb.
Assalomu alaykum. Gel. Bana dedi. Atan siz. Aytım beni bir kutu veren bir sefer. Beni yaşımda kaldım bana. Yaxshimisiz? Şükür Yaxshimisiz. rahmet değerli tapıldık da. Ha, dorilar topildi. Ama akşamda verdamız bir Zo'r. İçtim var. Ko'chaga chiqibsiz-ku? Sıda bir zaman duruydu. Ha. Çıkamadı sıva adamındı. Ha. Yaxshi, ko'rningiz yaxshi. Meydam yaxşı. Özün kızıllar edik. Yok altı ya bana iti. Dedim yaşlı. 10 ko'zingiz-a? Ha. Ha. Bundan bak bunun üstünde var et yedi. Ha. Bir ağam ikisem damat bir atmaz. Hamma dorilar topildimi? Ha ikisem var. Ha, tushsam. Birisi topilmay turgani. O şey sonra akşam aldırıp akşamdan damat bir atmaz iki verdi. Anladım. O'zgarish bormi? Diyordu gözün bilmiyorum. Kıyası aradan Ha. ne gördün gerek de yok. Ha. Ala bula ozroq yaxshi ko'rinishi kerak dedi axir. Ha. Hepteden keyin dedi yani. Ha, bir hafta dedim. Ha ne? Bugün ne? Onda Ne başladık. uchun 10'unda bordik bize u doktora, to'g'rimi? Onda başladık mı? Onu. 5-6 kuni xabarlash demadimi axir? Tamam. Onu gördüm o. Onu yani. 4 gün oldu. Ha. Allah'a şükür. Gene 3 güne. Ona 3 kun kutasiz-kunda. 3 güne Xudo xolasa. değil. Daha da birinci günleri değil. Xudo xolasa. Niye bil? Uzak yaşa balam. Shuni Gelene aytdim, ha. gülübüs devletleri arasında. Yo'q. Sizga gelib bana. Ha. İşte açılık gitti. Ey rahmat, rahmat. Qarang bu obunachilarimiz ham qo'ldan kelgancha xayriya qilib Ya, kartaga pul ha. tashab turibdi. Endi u obunachilarni kartaga pul bo'ldi, tashlagandan keyin endi bu yaqinda biza sababchimiz shu pullarni shu dori darmonga Hadi. yetirib beramiz deb va'da etganmiz. Oluyor. Birovni haqqi to'shib chiqadi. Ata Ya, ya. bilasizku avval. Dördünde tedbirkarlar mı kim kaladı? Şu gel yetip gitti. Bravo. Kim geldi? Tedbirkarlarımız deydi. Neden geldi ular? Ha, Törtküden O kim ekan ular? Yaxshi. tedbirkardı. Ne o darvozasilarmi, akvachilarmi? Tedbirkar. Ha, endi bir Şu bir xarajat ishab ketdilarmi? Haraca taşıp gitmeyi bir rahat. Ha. 1 milyona yakın may mı, göğüş mü? Ha, zo'r. Zakonlu. Ha, videodan görüpmüler. Şimdi yok şimdi görgünler. Ha, zo'r. Bir Fatih'e verin dedi. O sevede gelmiş o. Halası bilen. Ha. Balanımı tanımadıktan. Ha. Tedbirkar dedin hem düşünet dedi. Ey zo'r. Xarajat ishab berib ketdilarmi? Köp zaten geldiler Törtkü'de. Adı kim ekan axir? Adını kim dedi şun? Çayaka durdu da gitti bu vallahi. Adını aytmadı. Size geldik dedi. Tedbirkarlar dedin hem düşünet dedi. Ha, zo'r. Şöyle ağız biriktirip netken okşadılar. Zo'r. Sizi görüp quvondim. Kayfiyatingiz Ha. yaxshi, ko'rinishingiz Görüp, yaxshi. Ha. Gel bir çare dedim. Fatih'a verin de şu gözleri hep geldik bir. Ay o ya bir 2 kilo göğüş sıvıcı. Ha. Makaron, çay, kampi tırtırını. Tabii. Birinci bir kod zaten hep gel. Emir o ya ben 1 milyona yakın. Hoca hep geldi. Sizni o'tirib kursingiz bormi? O'tirib gaplashsak. Ana. Xudo xolasa tayoq tashlaysizku, bir Yo'q. ko'zingiz ko'rsang. Bu da arada bir göz gördüm vay vay. İşedim mi dayak? Aytdim yaxshi. Xudo xolasa. Bir yaşım uzak kolay kolay. Ata akşam 11 çisloda bir obunachimiz 101 ming so'm pul tashlabdi. Ava. Bir obunachimiz 50 ming so'm pul tashlabdi Rahmat, kartaga. Xudo rahmat, xolasa. rahmat. Size yordam. Endi yaqinda operatsiya ruxsat bersa, doktorimiz operatsiyangizni pul kerak axir. Shu Rahmat. obunachilarimizga bir rahmat aytib qo'ysangiz. Bo'ldi rahmat. Ne bir. Ko'p obunachilarimiz qo'llab Tapkan turibdi. tıkkalar toya verin de devlet aslında. Bizden kaysın, Hudaydan kaysın. Bir yaşı uzak olsun ne diyeyim. Ro'zada hamma berekalla. yaqsan qilib Ay bir yakşa. yengil tartasamda xayriya yaqsan. Ay yakşa hem yengil tartasın bir ad. Ay tamam şimdi gel ben. Kim? İşte hadi aşın tuttu. Aytdim yaxshi. Yemin bu yok. Aytdim yaxshi. Ya bu bir ko'zingizdan natijasi ham bu katta gapdan xudo Var xolasa. var bir Ay, işte de doğru. kaldı. Bir işte de lafan şurada. Ne var zaten? Şu vardı şimdi hatırlarım. Ko'rpacha. Körfece var. Durum ko'rpacha. Ya. Aytgan vaqtimda Ha. sog'ib turibsizlarmi? Aa aytmay. Özün kızını yok altıydı bana aytadi.
Özümüzde garaz var, yok altı. Shunda chapini общий salinmaganchika unda shart emas. Çevre salıp turdu. İkisi hem salıp turdu. Ha, ikkisini ham, ha? Yani yok. Xudo xolasa. Yani bunda. Uzak yaşım, ömür yaşım uzak kaldı. Bunda 3-4 kun kutamiz endi ota, xudo xolasa. Men ham bir ertaga bir ikki ishlarim bor, shuni Doğru. Ne bileyim. Shunda как раз 3-4 kun sizni yana ham doktora olib borib bilaman ekanda. Ne ömrünüz var söyleşin. Ha. Esa obunachilar bilan xo'shlashib qo'yaman men. Velat selamet olsun, ömür yaşım uzak kaldı. Sağ ol. Aziz obunachilar, ekranning ustida karta nomer qoldiramiz. Aziz obunachilar, agar kimda kim xayriya ehson qilmoqchi bo'lsa, shu kartaga tashlasanglar, xudo xolasa otamning ko'zida ozroq bir o'zgarish bo'lsa, doktorga olib boramiz. Endi doktor necha so'm aytadi, uni bilmaymiz. Qo'lingizdan kelgancha xayriya ehsonlaringizni avvaldan xayriya ehson qilib o'tirgan obunachilarimizga katta rahmat. Biringiz mingni bersin. Aziz obunachilar, qo'llab-quvvatlab. Oqshomning o'zida 11-chisoda bir obunachimiz 101 ming so'm bir tashlabdi. Keyin yana bir obunachimiz 50 ming so'm bir tashlabdi 11-chisoda. Rahmat, xayriya ehson qo'llab-quvvatlab. Yaxshi kunlaringiz ko'p. Amin. Sizni ko'rib ko'p yaxshi insonlar qo'lidan kelgancha Bu endi ol her kim yetevermeydi ama. Ha. Shuna. Her kim. Shuna aziz obunachilar, katta rahmat. Qo'llab-quvvatlab xayriya qila olmasangiz, aziz obunachilar, birdan like, xayriya ehson like'larni bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Otamizga shifo tilab kommentariya yozib qo'ysangiz ham. Hurmat etganini ayt, hurmat. Aziz obunachilar. Hammaga rahmat. E'tibor qilib o'tirganingiz uchun, ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasan.